Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz saxovatli yurtdoshlar, aziz obunachilar, hammalaringga xayrli oqshom bo'lsin. Mana Abdumalik akamizga bugungi kunda ihson yiqqan akalarimiz, ukalarimiz bor. Mana butun ihson qilgan barcha vodiy xalqimizdan, butun grupamiz ahllaridan, xo'ja qishloq ahllaridan, hammalaridan Alloh subhanahu va taolo o'zi rozi bo'lsin. Mana ihson yiqqan chiqqan har bir akalarimizdan har bir bosgan qadamlariga ajr mukofotlarini ko'paytirib bersin. Basmikoriga, ziroatlariga, savdolariga Alloh taolo o'zi baraka bersin. Bizni kuzatishda davomli bo'linglar azizlar. Mana shu ko'rgan videolarimizni keng tarqalishlikda, mana shu like bosishda, obuna bo'lishlikda davomli bo'laylik. Mana hozir Abdumalik akamiz uchun yig'ilgan summalarni, ihsonlarni bugun sanaymiz hozir. Mana bunda aka-ukalarimiz hammalarini Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin azizlar. Her birlaridan ikki dunyodan yuzlarini yorib qilsin. Xudo xohlasa mana sizlarda ko'maklar bilan Alloh taoloning izni bilan azizlar mana ihsonlarimizni sanashni boshlaymiz inshaalloh. Mana aziz obunachilar, bir aka xonimiz Alloh rozi bo'lsa $100 ihson tashlab ketibdilar. Mana shu korobkalarimizga. Mana shu akalarimizning ham haqlariga duo qilib qo'yamiz inshaalloh. Mana aziz obunachilar, Alloh taoloning izni bilan bugungi kundagi Abdumalik akamizga ihson yig'ilganlar summalari azizlar 8.440.000 so'mda va $100 ihson qilindi. Alloh subhanahu va taolo bu ihson sohiblaridan, ihson yiqqani chiqqan aka-ukalarimiz hammalaridan Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin. Bu xo'ja qishloq ahllaridan Alloh taolo o'zi rozi bo'lib, Alloh taoloning rahmatini, barokatini yog'dirsin. Bu saxovatli yurtdoshlar gruppamiz ahllaridan, butun vodiy xalqimizdan Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin. Bizni kuzatishlikda, mana shu komment yozishlikda, like bosishlikda davomli bo'laylik. Mana shu Instagram kanallarimizga obuna bo'lishlikda ham ihson qilishligimiz mumkin. Hammalaringni Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin. Ihson qilishlikda, gruppaga odam qo'shishlikda davomli bo'laylik. Hammalarimizni qalbimizdagi shar'iy maqsadlarimiz bo'lsa so'raganimizdan da ziyodasini ko'paytirib bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi kunda ihson qilganlarning haqlariga duo qo'yaylik hoji aka. Qani bismillahirrohmanirrohim. Bugungi kunda Abdumalik akamizga ihson qilgan, xizmat qilgan barcha aka-ukalarimiz, opa-singillarimizdan Allohimizning rozi bo'lgan, so'ragandan da ziyodasini ko'paytirib bergin. Mana shu barcha bemorlarning ahli islomga shifoi kulliyalar, shifoi ojizalar ato qilgin. Ular qatori mana shu Abdumalik akamizni ham